Bu avtobusimiz Moskva shahariga harakatlanmoqda. Bizning reyslarimiz xalqaro avtovokzaldan amalga oshadi. Kimda-kim ketishidagida va kelishidagida bo'lsa, Rossiya va O'zbekiston nomlari xizmatlarda bo'ladi. Akalar, opalar, singillar, buni bu yog'iga onlayn bilet olishinglarni tavsiya qilamiz. Sababi bugungi kunda 5 ta avtobus ketyapti. 5 ta degani 250 ta odam Toshkentdan Moskvaga chiqib ketyapti degani bir kunda akalar. Avtobusda ketinglar degan sababimiz avtobusda podozrительный лицо bo'lmaydi. Podozrительный лицо degani ko'p samolyotda uchgan odamlarda ko'pchilikda aeroport Vnukovo, Zhukovskiy, Sheremetyevo, Domodedovodan bez prichina qaytarib yuboryapti. Даже birinchi marta borgan odamlarni ham qaytarib yuboryapti bez prichina. Avtobusda ketgan aka-ukalarimizga aytib o'tamiz, avtobusda ketsanglar bez prichina sizlarni qaytarmaydi, deportinglar bo'lmaguncha. Bu avtobusimiz xudo xolasa уже ikkinchi reys ketyapti, ya'ni ikkinchi avtobus. Kimda-kim Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga ketishidagida bo'lsa, davlat tomonidan qo'yilgan reyslarning xizmatlari bo'ladi. Sizlar bilan mana ishonchli представитель, официальный представительlar xizmatlarda. Tanlovda adashmanglar.